Demak, assalomu alaykum aziz DFL muxlislari. DFL yangi mavsumi Super Ligasining birinchi turidan o'rin olgan navbatdagi o'yini boshlandi. Maydonda Surxon City hamda Zvezda jamoalari harakat qilmoqda. Ko'k libosda Surxon City jamoasi, qora libosda esa Zvezda jamoalari bugungi uchrashuvda harakat qilishadi. Har ikkala jamoaga bugungi o'yin uchun omad tilab qo'yamiz. Hozir yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Dastlabki daqiqalarda Surxon City jamoasi burchak to'pini amalga oshiradi. Kamoliddin Hayitov yaxshi harakat qilgan edi, biroq Zvezda jamoalari himoyachilari ham yaxshi harakat qildi. Burchak to'pi orqaroqqa Ahrorbekka to'p yetkazib berildi. Ahrorbek Salimov to'p bilan Mamatqulov, Farhod yaxshi uzatma, biroq to'p uzatishda yaxshi aniqlik bor edi, ammo uni to'xtatishda xatolikka yo'l qo'ydi Xo'janov. Ahrorbek Jo'rayev to'pni yana Asadbek Salimovga yetkazib berdi. Salimov Surxon Cityning navbatdagi hujumini va zarba berdi. Zarbasida noaniqlik. Demak, aziz muxlislar, bugungi uchrashuvda Surxon City jamoasi favorit hisoblansa-da, ammo Zvezda jamoasi ham DFL ligasining eng yaxshi jamoalaridan biri hisoblanishadi. Bir qator sovrinlarni qo'lga kiritgan jamoa va muntazam DFL o'yinlarida ishtirok etib kelgan jamoa. Surxon City jamoasi esa o'tgan mavsumda Superliga o'yinlarida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoa. Ko'rib turibmiz, jamoada ancha o'zgarishlar tarkibda bo'lgan. Sababi bu mavsumda DFL o'yinlarida professional futbolchilarga ruxsat berilmadi. Shu sababli Surxon City jamoasi ham tarkibi ancha o'zgargani ko'rinib turibdi. Asadbek to'p bilan to'p uzatib berdi. Xo'janovni yo'q, Mamatqulov ekan to'p bilan. Yana orqaroqda Surxon City to'pni o'zida nazorat qilib turibdi. Salimov o'tgan mavsumning eng yaxshi futbolchilaridan biri bo'lgan, Ipoq jamoasida o'ynagan. Yana Salimov to'p bilan yaxshi uzatma, biroq to'p to'xtatishda Hayitov xatoga yo'l qo'ymoqda. Jo'rayev to'p bilan yana bir uzatma Xo'janov tomon. To'pni nazorat qilish Surxon City jamoasida ular ustunlik qilmoqda. Mamatqulov xatoga yo'l qo'ydi, biroq kechiktirilgan faol. Aynan Salimovga qarshi o'yin qoidasi buzilgan edi Zvezda jamoasi futbolchilari tomonidan. O'tgan mavsum Denov 1986 jamoasida to'p surgan Mirzaboyev Abdug'afforni biz Zvezda jamoasida ko'rmoqdamiz. Yaxshi futbolchilardan biri Asadbek Salimov to'p uzatishda xatolikka yana yo'l qo'ymoqda. Yaxshi uzatma bo'lishi mumkin. To'pga ulgurmadi. Mirzaboyev tomonidan yetkazib berilgan to'pga ulgurmadi Mirzaboyev. Jo'rayev ana endi to'pni egallab olib, Xo'janovga uzatib, Surxon City jamoasining yangi hujumini boshlamoqda. Jo'rayev, Salimov qanday qaror qabul qiladi Salimov? Uzatma. Burchak to'pi. Xo'janov burchak to'pini amalga oshiradi. Hozircha hisob ochilganicha yo'q. Salimovdan yaxshi harakatlar, biroq noaniqlik bo'ldi. Zarbaga moslashmadi, biroq chiroyli gol bo'lardi. Chalqancha usulda Zvezda jamoasi ana endi to'pni egallab turibdi. Chorshambeyev to'p uzatishda xatolikka yo'l qo'ydi. Mirzaboyev tomonidan uzatilgan edi bu to'p. Kamoliddin Hayitov ana endi to'p bilan yo'q, to'p maydonni tark etgani yo'q. Ana endi tark etdi Surxon City jamoasi futbolchilari. Salimov bundan oldin DFL Super Ligasining birinchi turidan o'rin olgan. Mana bu yerda xatolikka yo'l qo'ymoqda. Hozir Zvezdada yaxshi imkoniyat va hisob ochilmoqda. Birgina xatodan unumli foydalanib ketmoqda Zvezda jamoasi futbolchilari. Va uchrashuvda hisobni ochmoqda. Ana endi Surxon Citydan to'p darvoza to'siniga tegmoqda. Kamoliddin Hayitovning zarbasi.
Zvezda jamoasidagi gol muallifi Boburbek Muxtorov hisobni ochdi. Ana endi yana Zvezda jamoasi to'p bilan. Yaxshi, Xo'janov to'pni egallab oldi. Ana endi Surxon City'ning hujumi Asadbek Salimov tomon. Yo'q, to'p uzatilishda xatolik. Ana endi Azimjon Zvezda jamoasining yaxshi hujumini boshlayapti, biroq to'pni o'ziga bo'ysundira olmadi Mirzaboyev. Ana endi Salimov yana Surxon City'ning hujumini boshlayapti. Xo'janov, Mamatqulov. Yo'q. So'nggi pasda xatolikka yo'l qo'yishmoqda Surxon City futbolchilari. Bizda esa uchrashuvda hisob ochildi. Mamatqulovning uzoq masofadan bergan zarbasi noaniq. Zvezda jamoasi raqiblar darvozasiga gol kiritib, hisobda oldinga chiqib oldi. Hozircha hisob 0-1. Surxon City jamoasi tarkibida o'zgarish. Xo'janov o'rniga maydonga Nurtemir Omonturdiyev harakat qiladi. Mamatqulov to'pni o'zida saqlab turibdi. Kamoliddin Hayitov yaxshi uzatma, biroq Mamatqulov to'p to'xtatishda yana xatolikka yo'l qo'ymoqda. Uchrashuvda Zvezda jamoasi ko'rinib turibdi. Qarshi hujumga tayanib o'ynayapti va o'sha qarshi hujumdan birgina xatodan va birgina hujumdan yaxshi foydalanib ketdi. Mirzaboyev orqaroqqa yana. Xo'sh, yo'q. To'p uzatishda xatoliklar juda ham ko'p. Zvezda jamoasidan aytib o'tganimdek, ular qarshi hujumga tayanib o'ynamoqda. Salimovning uzatgan to'pi noaniq. Out. Azimjon to'pni maydon tashqariga chiqarib yubordi. Ana endi Jo'rayev, Surxon City darvozaboni Mamatqulov. Xo'sh, Mamatqulov, unda yaxshi zarba, yaxshi texnika bor. Salimov. Yana Mamatqulovga qaytardi. Yo'q, xatoga yo'l qo'ymoqda Mamatqulov. Ana endi mana shunaqa qarshi hujumlari xavfli bo'lyapti Zvezda jamoasini. Aynan Boburbekning uzatgan to'pini Mirzaboyevgacha yetib bormadi. Salimov. Ular to'p nazoratida oldinda, biroq hisobda ortda bormoqda. Yaxshi harakat qilgan edi hozir Mamatqulov, biroq uni Omonturdiyev tushunmadi. Salimov. Xo'sh, Kamoliddin. Yo'q, bu Omonturdiyev edi. Unda yaxshi zarba bor va darvozabon Chorshanbeyev Bobomurod hozir seyf amalga oshirdi. Zvezda jamoasida ham ayni vaqtda o'zgarish. Mirzaboyevning o'rniga Timur maydonga tushdi. Salimov yaxshi zarbasi bor, biroq noaniq. Ana endi yo'q. Bunaqa harakat qilish kerak emas. Birinchi to'pni darvozabon qo'l bilan amalga oshirish kerak. Pas berish kerak, ya'ni. Mana o'sha pas. Zvezda jamoasi endi hujumni boshlashi mumkin. Yo'q, to'p uzatishda yana xatolik. Mamatqulovning zarbasi noaniq. Pressing o'z foydasini berdi. Biroq Omonturdiyevdan to'p chiqib ketdi. Ana endi Bobomurodovning uzatmasi. Darvozabon to'pni egallab oldi. Oddiygina vaziyatda hozir sirpanib ketdi Salimov. Maydon biroz namgarchilik. Xo'sh, Boburdan yaxshi pas. Timurning pasini Bobur. Yaxshi texnika bor ekan Boburbekda ham, to'pni orqaroqqa yetkazib berdi. Azimjon yana Chorshanbeyevga yetkazib berdi darvozabonga. Chorshanbeyev esa shunchaki to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Surxon City jamoasi tarkibida o'zgarish. Kamoliddin Hayitov o'rniga Sherzod Abdurahimov maydonga tushdi. O'tgan mavsumda Sherzodbek Surxon City jamoasida harakat qilgan. Sherzodbek aynan to'pni o'zida saqlab turibdi. Sherzod yaxshi uzatma. Omonturdiyev.
Omon Turdiyev o'tgan mavsum Bobotog' jamoasi bilan DFL Superliga chempioni hamda DFL Kubok o'yinlarida 2-o'rinni qo'lga kiritgan. O'tgan mavsum u uchun ajoyib o'tdi. Hozir yaxshi harakat qilgan edi. To'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi Bektemir. Mamatqulov, Abduraimov. Yaxshi uzatma, to'p o'tib bormoqda. Yo'q, himoyachilar yaxshi harakat qilmoqda. E'tibor qiling, Zvezda jamoasi himoyada tartibli harakat qilmoqda. Ana endi Omon Turdiyev Mamatqulovga yetkazadi. Mamatqulov zarba yo'llaydimi? Yo'q. Uni ta'qib qildi Boburjon. Hozir yaxshi uzatma, Sherzodbek pas o'tmadi. Bu yerda Azimbek Zvezda jamoasi himoyachisiga qoyil. Xavfni bartaraf qilmoqda. Burchak to'pi Sherzodbekdan Salimovning zarbasi himoyachilarga tegib qoldi. Amatqulov, Salimov yaxshi uzatma, biroq yana Boburbek to'pni qaytarib yubordi. Jo'rayev ana endi yana qaytadan Surxon City jamoasining hujumini boshlaydi. Salimov yana Jo'rayevga to'p yetib kelmoqda. Zvezda jamoasi yaxshi himoyalanmoqda. Yaxshi Abduraimov qanday xatoga yo'l qo'ymoqda to'p uzatishda. Ana endi qarshi hujumga chiqib ketmoqda. Bir-birlarini tushunishmadi bu vaziyatda va darvozabondan qo'pol xato. Jo'rayev o'z xatosini yuvmoqda. Ana bu zarbada esa noaniqlik. Jo'rayev hozir o'zining aybini yuvib ketdi. Yaxshi imkoniyat bo'lgandi Zvezda jamoasida va ikkinchi gol ularni ruhlantirishi va Surxon Cityni ruhlantirmasligi ham mumkin edi. Chunki jamoa hozircha hisobda ortda bormoqda. Mana bu super golga qarang aziz muxlislar. Asadbek Salimov tomonidan juda ham chiroyli gol kiritilmoqda va uchrashuvda hisob 1-1. Turning eng chiroyli gollaridan biri Asadbek Salimov tomonidan kiritildi. Zarba shunchaki chiroyli chiqqan edi. Ana endi Zvezda jamoasi yana hammasini qaytadan boshlashadi va Surxon City har doimgidek to'p nazoratini egallab turibdi. Yaxshi uzatma, qanday chiroyli gol! Dilshodbek Rashidovning pasiga e'tibor bering aziz muxlislar. Omon Turdiyev esa ushbu pasni uvol qilmadi qaysidir ma'noda va bosh bilan hisobni 2-1 ko'rinishiga olib keldi va yana endi Surxon City jamoasi hisobda oldinga chiqib oldi. Xo'janov hisob 3-1. Xo'janov to'pni o'zi raqiblaridan olib qo'ydi va maydon markaziga harakatlanib hisobni 3-1 ko'rinishiga olib keldi. Va hisob 3-1. Surxon City jamoasi oldinda. Abduraimov orqaroqqa pas. Xo'janov yana Abduraimov yaxshi bir-biriga uzatmalar amalga oshirmoqda. Salimov yana Xo'janov. Omon Turdiyev to'p uzatishda xatolikka yo'l qo'ydi. Shu yerda uning hujumchiligi bilinadi. Jismoniy tomonlama kuchli futbolchi Omon Turdiyev. Xo'janov to'pni o'zida saqlab turibdi. Yaxshi bir futbolchini ortda qoldirdi Boburbekni. Qarshisida Mehroj va Rashidov.
e'tibor bergan bo'lsangiz, Surxon City tarkibida aynan Dilshod Rashidov qo'shilgandan keyin jamoa yaxshi hujumlarni amalga oshirmoqda. Yana bir xavfli hujum, Omon Turdiyev tomonidan berilgan zarba, Dilshodbek darvozabon to'pni qaytarmoqda. Aynan Dilshodbek Rashidov zarba yo'llagan edi. O'tgan mavsum Rashidov Redline jamoasida 2 mavsum ishtirok etgan. Ardus jamoasida ham to'p surgan. Aynan Dilshodbek Rashidov DFL The Best sovrinini qo'lga kiritgan oltin to'p sohibi. Abduraimov ana endi Surxon City'ning hujumini qaytadan boshlaydi. Xo'janov to'p darvoza to'siniga tegdimi? Hozir darvozabon qo'pol xatoga yo'l qo'yganida ana endi Mehrojbek to'p bilan burchak to'pi. Abduraimov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Hozir Zvezda jamoasida. Bunaqa vaziyatlar yaratish noo'rin, sababi Zvezda jamoasi hozir qarshi hujumga tayanib o'ynamoqda, biroq tavakkal qilishga arziydi, sababi jamoa hisobda ortda bormoqda. Hujumga o'tishlar lozim. Surxon City futbolchilari to'p nazoratida ancha ustunlikka egalik qilmoqda. Mana bu yerda ham qo'pol xatoga yo'l qo'ymoqda. Ana endi Omon Turdiyev yaxshi uzatma Xo'janov tomon. Xo'janovning pasi esa Abduraimovgacha o'tmadi. Mana bu zarba esa Omon Turdiyevniki noaniq. Surxon City navbatdagi hujumni davom ettiradi. Abduraimovda yaxshi imkoniyat edi, ammo foydalana olmadi. Dilshodbek to'p bilan Rashidov, yana Abduraimov. Xo'sh, yaxshi harakat qildi. Hozir mana bu yerda Bobur qarshisida bir futbolchi. Yaxshi uzatma o'tmoqda. Hozir yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Zvezda jamoasida darvozabonni aldab o'tdi. Nega Azim yaxshi turgan edi bu vaziyatda, to'pni uzatsa bo'lar edi unga. Ammo ana endi Surxon City jamoasi yaxshi bo'sh darvoza. Xo'sh, Omon Turdiyev hisobni 4-1 ko'rinishiga olib kelmoqda. Surxon City jamoasi futbolchilari sen urmasang senga urishadi degan naqldan foydalanib ketishdi. Va bu vaziyatda esa Zvezda jamoasi futbolchisi Mehroj hakamlar tomonidan ogohlantirildi. Qaysidir vaziyatda e'tiroz bildirgan bo'lishi mumkin hakamga. Zvezda jamoasida esa o'zgarish, Farruxbek maydonga tushmoqda. Out Surxon City jamoasi. Jo'rayev, Mamatqulov o'zida to'pni yaxshi saqlab tura oladi. Xo'janov to'p so'rayapti. Ha, unga yetkazib berildi. Salimov tomonda. Yo'q, Dilshodbek Rashidov ekan. Kechirasiz. Kamoliddin Jo'rayev, yana Rashidov. Orqaroqqa Jo'rayevga. Xo'sh, Kamol yaxshi harakat qildi, biroq Xo'janovning uzatmasi noaniq edi. Rashidov Kamoliddin Hayevga to'pni yetkazib berdi. Yana Rashidovning o'ziga. Xo'janov yaxshi uzatma. Mamatqulov uning pasini darvozabon hozir qaytarmoqda. Uzoq masofadan berilgan zarba Rashidov tomonidan, biroq Chorshambeyev o'z joyida. Surxon City jamoasi ushbu mavsum asosiy favorit jamoalardan biri hisoblanadi. Sababi jamoaning tarkibidan kelib chiqqan holda. Bu men endi shaxsiy fikrim. Mamatqulov, Xo'janov, Rashidovdan yaxshi uzatma. Mamatqulov ajoyib gol. Pasga ham
qoyil qolishi kerak Mamatqulov. Va uchrashuvning birinchi bo'limi yakunlanmoqda. Hozircha hisob 5-1 Surxon City jamoasi oldinda. Demak, aziz muxlislar, uchrashuvning ikkinchi bo'limi boshlandi. Nodirbek Ahmedov tomonidan uchrashuvni boshlab beradigan bosh hakam. Birinchi bo'lim yaxshi o'tdi. Zvezda jamoasi hisobni ochishgan bo'lishiga qaramasdan, Surxon City jamoasi raqiblar darvozasiga 5 marotaba gol kiritdi va hisob 5-1 Surxon City jamoasi oldida. Xo'janov yaxshi uzatma uzatgan edi Hayitov, biroq u yerda Surxon City futbolchilari yo'q edi. Ana endi Zvezda jamoasida yaxshi imkoniyat. To'p uzatishda xatolik. Surxon City jamoasining navbatdagi hujumi Kamoliddin Hayitov Mamatqulovga yetkazib berdi. Mamatqulov yana Xo'janov e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, Surxon City jamoasining hujumlarini bog'lab beruvchi bo'lmoqda. Tajribali futbolchi Mamatqulov esa to'pni ortdan nazorat qilmoqda. Salimov o'yin qoidasini buzdi Farg'bekka nisbatan. Boburbek, Azimjon yana Boburbekka qaytarib berdi. Azimjon yana to'pni o'zi saqlab turibdi. Darvozabon Mirzobekda to'p. Hujumga chiqib ketishda qiynalishmoqda Zvezda futbolchilari. Mana bu vaziyatda ko'rishingiz mumkin. Xo'janov qanday harakat qildi hozir tushunasiz. Jo'rayev to'pni egallab oldi. Endi Salimovga to'pni yetkazib berdi. Salimov yaxshi harakat qildi Azimjon bu vaziyatda. Boburbek to'pni o'zi saqlab turibdi. Zarbamidi yo to'p uzatishimi? Surxon City yana hujumda va Salimov olis masofadan zarba, ammo darvozabon yaxshi harakat qildi. Mirzobek DFL o'yinlarining eng yaxshi darvozabonlaridan biri. Ana endi burchak to'pini Xo'janov amalga oshiradi. Yaxshi zarba. Penaltimi? Futbolchining qo'liga tegdimi ushbu vaziyatda? Hozir zarba tezligidan to'g'risi men ham anglay olmadim. Penalti qo'yilmoqda Zvezda jamoasi darvozasiga. Va ushbu vaziyatda ko'rib chiqiladi ushbu vaziyat. Demak, aziz muxlislar, out amalga oshiriladi. Video takroridan ko'rib chiqilganda vaziyat futbolchining betiga tekkan deb baholadi hakam. Surxon City jamoasidan esa Xo'janov to'pni o'zi saqlab turibdi va ular qaytadan hujum amalga oshirishadi. Xo'janov zarba yo'llaydimi? Yo'q. Mamatqulov yana orqaga Jo'rayevga, yana Xo'janov bir futbolchini Mamatqulov to'pni amalga oshiradi. Asadbek Salimov outdan to'pni amalga oshirdi. Mamatqulov o'zi saqlab turibdi. Yaxshi uzatma. Xo'janov to'p to'xtatishda xatolikka yo'l qo'ymoqda. Mirzobek to'pni Zvezda jamoasining hujumini boshlab bermoqchi edi, biroq Farruh Normurodovni biz maydonda ko'ryapmiz. Zvezda jamoasi tarkibida o'zgarish bo'lgan. 10-raqamda Farruh Normurodov maydonda harakat qilmoqda. Salimov Xo'janovga, Xo'janov yaxshi uzatma. Kamoliddin Hayitov bir futbolchini ortda qoldirib zarba yo'lladi, biroq Azim to'p yo'liga to'g'anoq bo'ldi. Jo'rayev yana Xo'janov, u orqali hujumlar tashkil qilinmoqda. Mana bundaqa chiroyli paslar. Salim qanday Kamolov edi bu. Yaxshi imkoniyatdan foydalana olmadi. Hozir Mamatqulov yaxshi to'p uzatib bergan edi. Ana endi Salimov bir futbolchini ortda qoldirdi. Yana xavfli hujum. Ana endi qarshi hujumga qochib ketadimi Zvezda? Zvezda jamoasi outdan to'pni amalga oshiradi. Boburbek to'p bilan Farruh ikkinchi Farruh Normurodovga to'p uzatishda xatolikka yo'l qo'ydi.
Yana Surxon City jamoasi hujumda. Kamoliddin Hayitov to'p uzatishda xatolikda yo'l qo'ymoqda. Boburbekning pasi o'tmadi. Mamatqulov ana endi to'pni egallab olib, tezlik bilan oldinga qarab harakatlanmoqda. To'p darvoza to'siniga tegib qaytib kelgan ekan. Men orqa tomondagi to'singa tegdi deb o'yladim. Boburbek yana to'pni egallab turibdi o'zida. Xo'sh. Salimov yo'q, bu vaziyatda o'yin qoidasi buzilgani yo'q. Normurodov to'pni orqaroqda uzatdi. Azimjon to'pni egallab turibdi. Yana Boburbekka qaytarmoqda. Azimjon qanday harakat qiladi? Orqaroqqa darvozabonga uzatma bu. Darvozabon yaxshi uzatma. To'p futbolchining qo'liga tegdi. Kamoliddin Hayitov to'pni qo'li bilan to'xtatib qoldi va hakamlar tomonidan sariq kartochka bilan ogohlantirildi. Aynan Nodirbek Ahmedov tomonidan. Bosh hakam Salimov. Xo'sh, Xo'janov yaxshi uzatma. Mamatqulov qanday chiroyli gol kiritmoqda Mamatqulov. Oyog'ining orqa qismi tovoni bilan darvozaga qaramasdan turib zarba yo'lladi va turning eng chiroyli gollaridan birini kiritmoqda Mamatqulov. Hisob esa 6-1. Surxon City jamoasi oldinda. Mirzobek darvozabon Zvezda jamoasi egallab turibdi. Yana uzatishda xato. Bu uchrashuvda Surxon City yaqqol favoritligi ko'rinib qolmoqda. Biroq harakat qilish kerak. Tavakkal qilishga arziydi. Shundoq ham jamoa yirik hisobda mag'lubiyatga uchramoqda. Hujumga o'tish kerak. Abduraimov yana orqaroqqa Jo'rayevga to'p nazoratini o'zida saqlab turibdi. Surxon City. Mana shunaqa chiroyli paslar. Rashidov unda zarba yaxshi. Xo'sh. Mana bu yerda esa kelib to'p yo'qotilmoqda. Farruxbek Normurodov Zvezda jamoasining hujumini boshlamoqda. Xo'sh. Timur to'pni o'zida saqlab turibdi. Timurbek darvozabonga. Yo'q oldinda. Imkoniyat yo'q oldinda. Abduraimov, Salimov, Jo'rayevga darvozabonga, Omonturdiyev zarbasi. Abduraimov darvozaga zarba yo'llagan edi, noaniq. Yana Asadbek Salimov. Outga chiqib ketmoqda to'p. Zvezda jamoasi futbolchilaridan. Rashidov to'pni o'zida saqlab turibdi. Salimov. Rashidov. Yana Salimov. Mana bu golga esa shunchaki respekt. Salimov hamda Rashidov yaxshi harakat qilishdi. Hozir bir-birlari bilan ko'proq pas o'ynashdi va Salimov yaxshi imkoniyatga chiqib ketdi va aniq zarba. Hisob esa 7-1. Zvezda jamoasining to'p uzatishda yana noto'g'ri harakat qilishmoqda. Ayni vaqtda esa hali bizda o'yinlar juda ham ko'p, ertaga ham o'tkaziladi va bu o'yindan keyin yana 2 ta o'yin bo'lib o'tadi. Biroq onlayn turnir jadvalida to'plar nisbati evaziga Surxon City jamoasi hozir peshqadamlik qilmoqda. Hozircha Mirzaboyev o'yin qoidasi buzildi bu vaziyatda. Bor edi, sababi to'p Mirzaboyevda edi. Rashidov bu yerda o'yin qoidasini buzgan edi. Va yaxshi imkoniyatga ega bo'lmoqda Zvezda jamoasi futbolchilari. Jarima zarbasi to'p yonida Farruxjon Jo'rayev jamoa sardori. Jo'rayev jonli devorni o'rnatdi. Hakam ruxsat berdi.
Xo'sh, zarba darvozabon Jo'rayev. Uning hisobiga bugungi uchrashuvdagi navbatdagi seyf yozib qo'yamiz. Abduraimov ana endi qanday harakat qiladi Abduraimov? Omon Turdiyev to'p so'rayapti, biroq uni ko'rgani yo'q. Mana bu yerda esa xatoga yo'l qo'ymoqda Jo'rayev. Timurbekning zarbasi noaniq, yaxshi imkoniyat edi. Aynan xuddi shunga o'xshash vaziyatdan Zvezda jamoasi uchrashuvda birinchi bo'lib gol kiritib hisobda oldinga chiqib olgan edi. Biroq bunisidan ular foydalana olmadi. Ana endi Surxon Cityning yana hujumi, yaxshi uzatma. Rashidov chiroyli harakat qilaman dedi, biroq noaniq zarba. Demak, aziz muxlislar, ikkinchi bo'limning o'rtalariga ham kelib qoldik. Hakamlar vaqtni nazorat qilmoqda va bundan so'ng yana birinchi turning navbatdagi uchrashuvi Yangiobod hamda Jomiy jamoalari o'rtasida bo'lib o'tadi. Zvezda jamoasi ana endi outdan to'pni amalga oshirdi. Xo'sh, yaxshi harakat qildi Mirzaboyev. Zarba ham bor, biroq Jo'rayev o'z joyida. Mirzaboyev ana endi o'ziga o'xshayapti desak, to'g'riroq bo'lardi. Surxon City jamoasi futbolchilari yana to'pni o'zlarida saqlab turishdi. Mirzaboyev yaxshi hujumni qaytardi, biroq oyog'ining tagi bilan harakatlandi. Abduraimov shu sababli jarima zarbasi berildi Zvezda jamoasiga. Mirzaboyev yana to'pni o'zida saqlab turibdi, orqaroqqa darvozabonga. Xo'sh, yaxshi uzatma. Farruxbek Rashidov to'pni egallab oldi. Salimov out ushlab olishdi Surxon City futbolchilari. Salimov Omon Turdiyevga o'ziga qaytarib berdi. Zarba yo'llaydimi? Yo'q. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Outni amalga oshirishadi Zvezda futbolchilari. Yana pas o'tmadi Boburbek tomonidan. O'yin qoidasi buzildi. Dilshodbek Rashidov o'yin qoidasini buzdi va Zvezda jamoasining navbatdagi hujumi, yaxshi zarba Timurdan. Omon Turdiyev ana endi to'pni egallab olib qarshi hujumga tezlik olmoqda. Salimov yana Omon Turdiyev o'ziga qaytarib berish. Salimov to'p so'ragan edi, biroq to'p o'tmadi. Ana endi yana qarshi hujumda Zvezda jamoasi futbolchilari. Boburbek yaxshi, Mirzaboyev zarba yo'llaydimi? Yaxshi uzatma. Darvozabon Jo'rayev yaxshi harakat qilyapti bugungi uchrashuvda. Jamoasini bir necha marotaba goldan saqlab qoldi. Kam sonli hujum bo'lishiga qaramasdan Zvezda jamoasi futbolchilari xavfli hujumlarni amalga oshirmoqda. Rashidov Omon Turdiyev to'p so'radi. Salimov yana Omon Turdiyevga to'p. Nurtemir qanday harakat qiladi? Abduraimovga orqaroqqa. Dilshod zarba yo'llaydimi? Zarba bor, biroq Boburbek to'p yo'liga to'g'anoq bo'ldi. Rashidov Salimov yana Rashidovga. Shunaqa vaziyatda biz boya gol ko'rgan edik. Omon Turdiyev to'pni yana egallab oldi. Surxon Cityning yana hujumi. Rashidov Sherzodning ochilishini kutdi. Omon Turdiyev yana to'p uzatishda xatolik. Ana endi Zvezda jamoasi futbolchilari hujumga. Mirzaboyev yaxshi zarba yo'llagan edi, ammo Jo'rayev bugungi uchrashuvda yaxshi harakat qilmoqda. Bu yerda Zvezda jamoasi futbolchisi xatoga yo'l qo'ydi. Surxon City jamoasi futbolchilari uchrashuv davom etadi. Aynan Surxon City jamoasi yana hujumga o'tishga harakat qilib ko'radi. Maydonda esa o'zgarish. Mamatqulov maydonga tushgan. Zvezda jamoasida ham Mehrojbek maydonga tushgan.
Xo'janov ham maydonda ekan. Omon Turdiyev hamda Abduraimov Surxon Citydan zaxiraga olindi. Xo'janov yaxshi harakat qilmoqda. Yaxshi uzatmaydi Mamatqulov tomon. Biroq so'nggi zarbada noaniqlik edi. Zvezda jamoat futbolchilarida esa Timurbek zaxiraga olingan. Mehroj to'p bilan. Xo'sh, Mirzaboyev qarshi hujumga o'tib ketishga harakat qilishdi Surxon City futbolchilari, biroq Zvezda jamoat himoyachisi bunga yo'l qo'ymadi. Ana endi Xo'janov yaxshi uzatma. Hozir biroz hazilona holat. Surxon City o'zi hujum qilib, o'zi himoyalanmoqda. Aynan Xo'janov to'pni qaytarib yubordi va out. Salimov yaxshi uzatma. Mamatqulov, Rashidov uning orqasida qanday harakat qiladi? Xo'janov tomon. Xo'janov qarshisida ikki futbolchi bor. Qanday qaror qabul qiladi? U chiroyli uzatma edi, biroz noaniq. Yaxshi o'ylagan edi Xo'janov. Zvezda jamoasi darvozaboni Mirzobek o'zi hujumga o'tishga harakat qilyapti. Qarayapti, hujumchilar gol ura olmayapti. Shuning uchun o'zi chiqib ketishga qaror qildi. Mirzaboyev yo'q, to'p uzatishda xatolik. Ana endi Xo'janov yana hujumni boshlayapti. Rashidov zarba yo'llaydimi? Ha, zarba bor va gol ham bor. Hisob esa 8-1. Dilshodbek Rashidov bugungi uchrashuvda u yana gol kirityapti. U ham hisob 8-1. Aziz muxlislar, yiriklashib ketdi. Mirzaboyev yana Mirzaboyev to'pni egallab turibdi. Xo'sh, Zvezda jamoasi futbolchilari hisobni qisqartirishga harakat qilib ko'radimi? Mamatqulov, Surxon Cityning hujumi. Xo'sh, out. To'p o'zida saqlanib qolgani uchun hozir jarima to'pi berilmadi Mamatqulovga. Mana bu yerda Mehroj qo'pol harakat qildi, biroq yana to'p o'zlarida Surxon Cityni. Ushbu uzatmada esa noaniqlik. Asadbek Salimovning uzatmasida yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Zvezda jamoasi futbolchilari kam sonli hujumlardan unumli foydalanish kerak. Bunaqa holatlardan qiyin jamoa uchun keyingi turlarda ham qiynalib qolishi mumkin, chunki imkoniyatlardan foydalanish kerak. Mana to'pni oldirib qo'ydi Mirzaboyev, qarshi hujum. Xo'janov bo'sh qolgan darvozaga xotirjam zarba yo'llab. Aziz muxlislar, shu yerda uchrashuv yakunlandi. Surxon City jamoasi futbolchilari 9-1 hisobi